لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu va ta'ala Rum surasida aytayaptiki, sizlarni o'zlaringizdan sizlar uchun juftlar yaratganligi va o'rtalaringizda muhabbat va marhamatni qo'yganligi Allohning oyatlaridandir. Allohning mo'jizalaridandir. Albatta bu narsada tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyatlar, juda ko'pgina dalillar, mo'jizalar mavjuddir deyapti. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda va an Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ad-dunya kulluha mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atu as-salihah." Abdullah bin Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Bu kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, dunyo, uning har biri, dunyoning ichidagi butun narsalar matodir. Mato ya'ni foydalanadigan, manfaat hosil qiladigan, istifoda qilinadigan narsadir. Va dunyo matosining eng yaxshisi soliha ayoldir deyapti payg'ambarimiz alayhisalom. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi, sahih hadisdir. Bugungi darsimiz o'tgan darsimizning davomidir, ya'ni islomiy nikoh. Nikohlar har xil bo'ladi. Islom o'rgatgan islomiy nikoh va islomning tashqarisida bo'lgan, islomga begona bo'lgan yana ikki xil nikoh borki, biri kufr nikohlari, ikkinchisi fisq nikohlar. Biz bu darsimizda islomiy nikohni qanday bo'lishligini bayon qilib, kufr va fisq nikohlar musulmonlarning hayotiga qanday aralashib qolyapti, u narsadan ogohlantirib boramiz. Payg'ambarimiz alayhisalom mana bu sahih hadisda aytayaptilarki, mana dunyoning hammasi matodir. Dunyoni ichidagi butun narsalarni Alloh subhanahu va taolo bizga foyda bo'lsin deb, yaxshi bo'lsin deb yaratgan. Birorta narsa bizga zarar bo'lsin deb yaratilgani yo'q. Masalan, islomda harom qilingan va jirkanchli, najas bo'lgan to'ng'iz. To'ng'iz nima uchun yaratildi? O'zi najas bo'lsa, harom bo'lsa, uni go'shtini, yog'ini yegan odam gunohkor bo'lsa, osiy bo'lsa, jahannamga o'tin bo'lsa, nima uchun yaratildi? Buni tagida albatta hikmatlar ko'p. Hikmatlaridan bittasi, foydalardan bittasi shuki, bu yerda Alloh taoloning marhamati ko'rinyapti. Alloh taolo ko'p narsalarda bizdan bir amal talab qilyapti. Shuni qilgin, senga savob bo'ladi deyapti. Lekin bu to'ng'izga o'xshagan narsalarda buni qilmagin, senga savob bo'ladi deyapti. To'ng'iz va unga o'xshagan harom bo'lgan, munkar bo'lgan, ma'siyat bo'lgan narsalardan uzoq turasiz, qilmaysiz, shu bilan ajr hosil qilyapsiz. To'ng'iz go'shtini va to'ng'iz mahsulotlarini kofirlar qanchalik bir reklama qilib, qanchalik insonlarga ommaviylashtirishga harakat qilishiga qaramasdan, siz bu narsalardan jirkansiz, uzoq tursiz, yaqinlashmasiz.
Robbim buni harom qilgan desangiz, albatta Alloh taolo sizga juda katta savoblar, fazilatlar, darajalar beradi. Bu darajalar agar to'ng'iz yaratilmaganda bo'lmas edi. Demak, mana bir misol keltirdik. Dunyoning ichidagi butun narsalar matodir, bizning foydamizgadir. Ba'zi narsalarni qilib foydalanamiz, ba'zi narsalarni qilmaslik bilan foydalanamiz. Va dunyoning ichidagi butun mana yaxshi narsalarni, foydali narsalarni tasavvuringizdan o'tkazing. Payg'ambarimiz alayhisalom hammasini zikr qildilar. Kulluha deyaptilar. Kullu kalimasi istig'roq uchun har bittasi deyaptilar. Endi yaxshi narsalarga misol keltiramiz. Dunyoning ichidagi yaxshi narsalarga misol oltin, kumushlar. Yana dunyo matosiga misol yer u joylar. Yana matoga misol qasrlar, saroylar va markablar, minadigan narsalar. Bu zamondagi Jeep va Mercedesga o'xshagan. Mana shular hammasi dunyoning matosidir. Va bundan boshqa mana men bir necha misol keltirdim. Bularni hammasini tafakkur qiling, tasavvuringizdan o'tkazing. Endi shularning hammasini yaxshisi qaysi? Qaysinisi yaxshi? Ko'pgina yerlaringiz bo'lganimi? Yo tayyor bir qasrlar bo'lganligimi? Yo Jeeplaringiz, Mercedeslaringiz bo'lganligimi? Yo qop-qop oltin kumushlaringiz bo'lganimi? Qaysinisi yaxshi? Payg'ambarimiz alayhisalom mana sizga qaysinisi yaxshiligini aytayaptilar. Khayru mata'id dunya al-mar'atu soliha. Dunyo matosining eng yaxshisi soliha xotindir deyaptilar. Demak, soliha xotin, soliha ayol biz uchun o'sha oltin kumushlarning hammasidan yaxshiroq ekan. Shunday e'tiqod qilishligimiz kerak. Shunday ishonishligimiz kerak. Dunyo qarashimiz mana bunday bo'lishlik kerak. O'zidan o'zi inson endi mana shu hadisga ishonadigan bo'lsa, shu hadisni o'zini hayotiga qonun qiladigan bo'lsa, soliha ayolga uylanishlikka harakat qiladi, dunyosiga qaramaydi. Yoki bir tarafda dunyo bor, bir tarafda solih ayol bor. Albatta solih ayolni oladi. Nimaga? Dunyoparastlar hayron qoladi albatta. Kofirlar, fosiqlar va johil musulmonlar hayron qoladi. Shuncha dunyo turib, nimaga sen bu soliha xotinni olyapsan? Desa-ki, bu hadisda aytadiki, bizda qonun bor. Bizda qoida bor. Bizda yo'l bor, nizom bor. U nima ekan? Khayru mata'id dunya al-mar'atu soliha. Dunyo matosining dunyoning ichidagi shu kerakli, foydali narsalarning eng yaxshisi, xayrlisi soliha xotindir. Mana biz bu hadisni mana bunday darajada tushunishligimiz kerak. Bir tarafda sizga qasrlar va'da qilinyapti. O'sha $1 million quriladigan, 5 million dollarga quriladigan, 10 million dollarga quriladigan qasrlar va'da qilinyapti. Uni muqobilida bu tarafda agar uni olsangiz, boshqa bir narsani ola olmaysiz. Buni olsangiz u qasrdan mahrum bo'lasiz. U nima u? Soliha xotin, soliha ayol. Islom nima deyapti? Hadis aytayaptiki, sen soliha ayolni olgin. Chunki soliha ayol bu qasrlardan yaxshidir deyapti. Va dunyoning ichida yana nima bor? Mansab bormi? Mansablar, maqomlar, shuhratlar. Bularning hammasidan soliha xotin yaxshidir. Mana bunday bir tasavvur, tafakkur paydo bo'lishlik kerak. Bu hadisni eshitgandan keyin. Mana har bitta erkak o'ziga albatta hayotda uylanadi. Butun payg'ambarlarning sunnati va insonning sunnati bu. Faqatgina islomiy sunnat emas, insoniy sunnat. Bir odam yuqorilarda aytganimizdek, hech qanday bir uzri bo'lmasdan uylanmasa, ham islomga xilof qilgan bo'ladi, ham insonga xilof qilgan bo'ladi. Albatta Alloh taolo fazl qilsa, ihson qilsa, har bitta insonning hayotida uylanish, nikohlanish degan bu muborak amal bor. Ammo aytdim-ku, Alloh fazl qilsa, ihson qilsa, bu masala yo'q. Endi buning uchun dunyoning ichidagi eng yaxshi narsani tanlashlik kerak. Bu soliha ayoldir. Biz bu hadisga amal qilishligimiz bilan dunyo va oxiratning butun yaxshiliklarni qo'limizga kiritamiz. Agar bu hadisni tark qiladigan bo'lsak, dunyoning eng yaxshi narsasini tark qilgan bo'lamiz. Yutkizgan, aldangan bo'lamiz. Ba'zilar ayol kishining solihligiga yoki tolihligiga qaramaydi.
yaxshimi yomonmi qaramaydi. Yuqorida aytganimizdek, uni shuhrati qanday, oilasi qanday, mansabi qanday, puli bormi, go'zalligi. Aldandi bu odam, yutqizdi. Ahmoqlik qildi. Ahmoq bu odam. Shunchalik hadislar, shunchalik bir tavsiya, shunday mukammal bir ko'rsatma turganda, yana xatosini, yana arzonini, yana pasini tanlashlik, yana soxtasini tanlashlik ahmoqlik bo'ladi. Agar islom ahli bu hadisga amal qiladigan bo'lsa, o'zidan o'zi soliha ayollar qadr qiymatini topadi. Soliha ayollarning shon va shavkati yana ham ko'tariladi. Yana ham insonlarning nazarida ularning qadr qiymati tanila boshlaydi. Bu hadisga amal qiladigan bo'lsak, o'zidan o'zi ayollarni salohiyatga targ'ib bo'ladi, tashviq bo'ladi. Mana ba'zi diyorlarda bilasizlar, insonlar o'g'lini uylantirmoqchi bo'lsa yoki bir yigit uylanmoqchi bo'lsa, hijobli qizlarga qiziqadi. O'sha diyorlarda erga tegadigan vaqt yaqinlashgan vaqt kelganda darrov qizlar hijobga kirib olishadi. Ya o'zi hijobga kirib oladi yoki onasi, otasi aytadiki, qizim sen ham hijobga kirgin. Seni ham vaqting kelyapti. Seni ham uzatadigan vaqt bo'lyapti deydi. Qarang, atrofda odamlar hijoblilarni yaxshi ko'rganligi uchun darrov hijobga kiryapti. To'g'ri, uni niyati buzuq, lekin zohiran amali yaxshi amal. Hijobga kirishligi yomon narsa emas-ku. Niyati buzuq. Niyatini buzuqligi o'ziga zarar. Lekin mana shu sabab bilan bo'lsa ham hijobga kirishligi bizga foyda. Islomning foydasi bu. Bir hijobsiz kamaydi. Bir hijobli ko'paydi. Endi bu narsaga kim sababchi bo'lyapti? Biz sababchi bo'lyapmiz. Biz hijobni oldida namozni ham aytsak, butun erkaklar aytsaki, biz shunday bir qizga uylanamizki, hijobli bo'lsin, namoz o'qisin. Qarabsizki, har shu nikohga yaqinlashgan qizlar, ayollar yoki nikohga o'zini taqdim qilyap turgan yoki tayyor bo'lgan, ya sovchini kelishiga izn bergan ayollar hijobiga mahkam, sunnatga muvofiq va namoziga mahkam bo'ladi. Keyin sal odamlar bunga o'rgangandan keyin ilmni ham qo'shib qo'ying. Tajvid bilan Qur'on o'qiydigan bo'lsin. Sal arabchasi ham, mutolaasi ham bo'lsin. Sekin-sekin birdaniga siz odamlar aytadiki, buni hech kim qila olmaydi-ku. Bunday qizni bizni diyordan topolmaysan. Boshqa yerlarga ket bo'lmasan deydi. Boshing oqqan tarafiga ket deydi. Biror adres beringlar desalar, yo'q, bilmaymizki, adresi yo'q. Unday qiz yo'q hech yerda. Haqiqatan ham dunyoda juda kam topiladi undaylari. Alloh berib o'zi topilmasa, siz topolmaysiz. Mana ayollarni soliha bo'lishlikka juda katta bir targ'ib, tashviq bo'lyapti. Shu bilan qarabsizki, qancha foydalar hosil bo'lyapti. Endi bu hadisga xilof holatlarni ko'ryapmiz. Musulmonlarning ichiga qarasangiz, solih ayollarda past sanashlik bor. Shu bir necha qiz yoki bir necha ayol topilgan bir yigitga birisi nihoyatda taqvodor, nihoyatda soliha, ozgina ilmi ham bor desa, ha yaxshi deydi. Yana bittasi bor nihoyatda go'zal, yana bittasi bor boy. Shu boyi qanday ekan, nima shartlari bor ekan? Solihni iymonan yaxshi deb ko'radi. Lekin tasdiqan yaxshi demayapti buni. Bu durust emas bu narsa. Qarang, solihalarni xorlashlik, solihalarni pastga urishlik bo'lyapti. Solihalarni yo'qotishlik bo'lyapti. Yana uning ustiga solihani islom bizga eng katta bir ne'mat deb tursa-yu, siz uni xorlaydigan bo'lsangiz, Allohning ne'matini xorlagan bo'lasiz. Sizga bir olmos berilsa, olmos, brilliant tosh berilsa, nihoyatda qiymatbaho tosh. Shuni tashavorsiz yoki zoya qilsiz, hamma sizni hayotingiz oxirigacha ma'lumot qiladi. Bunga Alloh beruvdi-yu, zoya qildida shu toshda deydi. Qarang, bir toshni zoya qilganingizga hayotingiz oxirigacha ma'lumot qilishyapti. Aslida bir inson bir soliha ayolni, qizni zoya qilsa, bu o'lgandan keyin uni ma'lumot qilish kerak. Eng katta bir ne'mat chiqib qoladi-yu, shuni zoya qildi, qiymatini bilmadi deb. Solih ayolning oldida bu olmoslar nima degan narsa? Solih ayol, qarang, bir mukallaf, Allohning quli, bandasi, Allohning cho'risi-ku. Solih ayollar jannatda huriylardan ham go'zal bo'ladi. Huriylardan ham yaxshi bo'ladi. Qarang, jannatdagi hurlarni bilasizlar qandayligini.
Lekin hurlar solih ayollarda oldida ojiz qolishadi. 8-munkar bu hadisga xilof holatda bir insonga shunday solih ayol to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, unga xursand bo'lmaydi, sevinmaydi. Alhamdulillah ya Robbi, menga bu ne'matni berding demaydi. Qaytanga qarasangiz xafa. Xafa bo'lgan, siqilgan. Ota-onam yoki onam shunday bir qiz olib berdi, ayol olib berdi. Solih ayol unga tushuntirishga harakat qiladi. Qancha nasihat qiladi, hech erini qovog'i ko'tarilmaydi. Qovog'idan qor yog'yapti. Oxiri ayol aytadiki, mayli xafa bo'lmang, men ham ertaga bozorga chiqishni boshlayman. Bozorda ishlayman men ham. Lekin sal qovoq ochiladi. Chet ellarga boraman tijoratga desa, bo'ldi, butun tabiati ochilib ketadi. Shunday bir soxta erkaklar paydo bo'lgan va ko'p. Yana ko'p eshitilyapti. Gunohkor quloqlarimiz bu narsalarni ko'p eshityapti. Zamonaviy erkaklar xotinlarni jo'natyapti dunyoning mashhur shaharlariga. Masalan, Turkiyaga, Yevropaga, Amerikaga, Dubayga o'zi uyda o'tiribdi, futbol ko'rib yoki kino ko'rib yotibdi. Bola chaqaga qarab, xotiniga shart qo'yib qo'ygan. Ishlab pul topasam, bo'lmasam kerak emasini sen deya xotin degan. Qani solihalarni zoya qilishyapti. Aslida soliha bir ayol bizga to'g'ri kelsa, xursand bo'lishimiz kerak edi. Lekin xafa bo'lishyapti. Va solih ayollarni qo'llab-quvvatlashmayapti. Yordamchi bo'lishmayapti. O'sha nikohdan oldin ham yordamchi bo'lishmayapti. Soliha qizlar, solih ayollarni yaxshi insonlarga ko'rsatmaydi ham. Odamlar gapirmaydi ham. Bir boyning qizi bo'lsa, mashhur odamning qizi bo'lsa, hamma maqtaveradi buni. Bular hammasi soliha qizlariga zulm bo'ladi. Yoki shu turmushga chiqqandan keyin ham eri bu ayolni hijobda yurishligi uchun imkonlar qilib bermaydi. Namoz o'qishligi, ilmini davom ettirishligi, da'vat qilishligi uchun imkoniyatlar qilib bermaydi. Bular hammasi hozirgi hadisga xilof va islomdagi buyuk bir katta qonunni, qoidani yo'qotishlik bo'ladi. Islomga katta zarar berishlik bo'ladi. Buni zararini o'zi solih bo'lib turib, solih ayolga uylanmagan kishilar juda yaxshi biladi. Siz solihsiz, kitob-u sunnatga muvofiq yashamoqchisiz, lekin xotiningiz fosiqa, fosiq. To'g'ri, hijob o'rashi mumkin, faqat siz oldingizda va ba'zi tanishlar oldida. Begonalar oldida hech hijobiga e'tibor bermaydi. Ko'cha-ko'ylarda hijobiga e'tibor bermaydi. Namoz o'qiydi, riyokorlik qilib, boshqa farzlarga rioya qiladi, riyokorlik qilib. Haromlardan uzoqtiradi, riyokorlik qilib. Lekin aslida ixlos yo'q. Va bu xotinning xoinligini ham bilasiz siz. Hayotingiz zahar bo'ladi. Ertaga farzand paydo bo'lsa, farzand tug'ilsa, farzandlaringiz tarbiyasi buziladi. Mana butun hayotingiz hammasi zoya bo'ldi. Siz qanday yaxshi niyatlar bilan uy qurgan edingiz, uy joy qilgan edingiz, nikohga uylanishlikka tayyorgarlik ko'rgan edingiz. Qancha orzu-umidlar bilan uylangan edingiz. Lekin ayol kishini solih bo'lmasligi bilan butun orzu-umidlaringiz puchga chiqyapti. Hayotingiz zoya bo'lyapti. Faqat sizniki emas, hali sizdan keladigan zurriyotlaringiz hayoti ham zoya bo'lyapti. Mana bunday fasodlarga sababchi bo'ladi. Bu eng katta musibat bu. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Salasatun haqqun 'alallohi 'awnuhum." Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, 3 toifa insonlar bor. Ularga yordam berishlik Allohning zimmasiga haq bo'ldi. Qarang nima deyaptilar? Bu hazda kam gaplar emas bular. Juda katta bir va'da. 3 toifa insonlar bor. Haqqun 'alallohi 'awduhum. Ularga yordam berishlik, ularni qo'llab-quvvatlashlik Allohning zimmasiga haqdir deyaptilar. Halen ham haq bo'lyapti, ham Allohning zimmasiga bo'lyapti. Demak biz shu uchala toifadan bittasi bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Yoki shu uchala toifadan bittasiga tushib qoladigan bo'lsak, bo'ldi, xotirjam bo'lishligimiz kerak. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar-ki, agar sen shu 3 ta toifadan bittasi bo'lsang,
senga yordam berishlik Allohning zimmasidagi haqdir, deyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zini zimmasiga olyapti. Robbul alamin, butun olamlarning egasi, sohibi bo'lgan, Malikul Mulk, podsholarning podshohi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo zimmasiga olyapti. Kim ekan bular? Al-mukatab allazi yuridul ada. Birinchisi mukotab. Ya'ni bir qulga egasi xat yozib bergan, menga $500 olib kelsen, ozodsan degan. Bu qul o'sha yozilingan pulni egasiga olib kelishlikka harakat qilyapti. Adoni xohlaydigan, ya'ni qarzini to'lashga harakat qiladigan mukotab. Kitob, ya'ni xat yozib berilgan, maktub yozib berilgan qul degani. Mana shunday qullarga Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam beradi. Qarang, qul inson, qul. Mulki bo'lishini qo'yin, o'ziga o'zi ega emas edi. Shu odamga islom umid beryaptiki, umidsiz bo'lmagin, sen shu qarzingni to'lashga harakat qilgin, ozod bo'lishga harakat qilgin, Alloh senga yordamchi bo'ladi, deyapti. Ikkinchisi van-nakih allazi yuridul afaf. Iffatni xohlaydigan uylanuvchi. Bir odam iffat uchun uylanyapti. Ya'ni gunohga tushib qolmay, gunohkor bo'lib qolmay. Mana shu masalada, shahvat masalasida, ayollar masalasida Allohning nazaridan qolmay, bir ma'siyatga uchrab qolmay, giriftor bo'lmaydigan niyatda uylanadigan kishiga yordam berishlik Allohning zimmasida haq bo'lyapti. Endi hech qanday mulki bo'lmagan, hatto o'ziga ham ega bo'lmagan odamga islom bir umid berib, qo'lidan kelganicha harakat qilsa, uylanadigan kishilar qulchalik bo'la olmaydimi? Qarang, qul umidini kesmayapti. O'zini ozod qilishlik uchun jiddiy jahd qilyapti. Biz agar kitob va sunnatga amal qilgan holatda va shaytonning sharridan mahfuz qolishni niyat qilgan holatda uylanaman desak, Allohning zimmasida haq bo'lyapti yordam berishlik. Siz o'zingizni holatingizga qaramang. Mana bundan oldingi sinfda aytibman, qul bilan sizni solishtiradigan bo'lsa, birinchidan hursiz alhamdulillah, agar hur bo'lsangiz. Ikkinchidan, qancha o'zingizga yarasha mulkingiz bor, o'zingizga yarasha imkoniyatingiz bor. Siz nimaga umidsizlikka tushyapsiz? Nima bo'lsa bo'lsin, qanday holatda, qanday zamonda, qanday makonda bo'lsangiz bo'ling, Alloh subhanahu va taolo baribir sizga yordam beradi. O'zi oson qiladi. Keyin yana bu yerda uylanish masalasida biz sunnatga muvofiq uylanishni aytamiz. Siz gunohdan saqlanish niyatida uylanaman desangiz, ammo to'ylaringizni bidiyat holatda qilaman desangiz yoki shirk kufr holatda qilaman desangiz, ma'siyat isrofda qilaman desangiz, unda ham Alloh taolo yordam bermaydi. Chunki siz bir kichkina foydani bahona qilib turib katta zararlarni qilmoqchisiz. Uylanishlik sunnat edi, sunnatga amal qilaman deb harom ish qilaman deyapsiz. Albatta unda Alloh taolo sizga yordam bermaydi. Sunnatga muvofiq uylanaman desangiz, Alloh taolo albatta sizga yordam beradi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu va'dani yetkazyaptilar. Bu va'dalarga hech qanday xilof yo'q. Albatta bo'ladigan narsa. Va bu hadisdan uylanishdagi niyat. Qarang, uylanyap turganimizda demakki Alloh rizosini niyat qilishligimiz kerak. Kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligini niyat qilishligimiz kerak. Gunohlardan saqlanishni niyat qilishligimiz kerak. Boshqa niyatda emas. Bu kayfi safo niyatida faqatgina bir nafsoniy niyatda uylanadigan bo'lsa yoki yuqorida aytilgandek dunyo uchun, shuhrat uchun uylanadigan bo'lsa, bu odamlar bu uylanish amalidan xayr ko'rmaydi, yaxshilik ko'rmaydi. Buni amalini Alloh taolo qabul qilmaydi. Buni nikohida barakat bo'lmaydi, Allohning nusrati bo'lmaydi. Doim boshiga balo kelaveradi. Uchinchisi, val mujahidu fi sabilillah. Alloh yo'lidagi mujohid. Alloh yo'lidagi mujohid agar kitob va sunnatga muvofiq mujohid bo'ladigan bo'lsa, dunyoviy hech qanday bir tashvishga tushmasin. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, bunday insonlarga yordam berishlik Allohning zimmasidagi haqdir. Qarang, kitob va sunnatga muvofiq uylanaman degan kishini Payg'ambarimiz alayhisalom mujohidning yonida zikr qilyaptilar. Mujohidga Alloh taolo qanday yordam bersa, sunnatga muvofiq uylanaman deganga Alloh taolo shunchalik yordam beradi.
Qarang, yonma-yon kelyapti. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytadiki, nikoh ba'zi e'tibordan jihoddan afzal deydi. Qarang, nikohda bunday fazilatlari ham bor. Nikoh ba'zi e'tibordan jihoddan afzaldir. Chunki jihodda, ya'ni qitolda, jangda musulmon o'ladi, musulmon kamayadi. Lekin nikohda musulmon ko'payadi. Shuning uchun nikoh bu e'tibordan afzal bo'lyapti. Va payg'ambarimiz alayhisalom sunnatga muvofiq uylanyapti turgan odamni darajasini ko'taryaptilar. Qarang, mujohidning oldida zikr qilyaptilar. Uylanish masalasiga biz beparvolik qilmaylik. Urf-odatga ko'ra emas, insonlarning fikriga, holatga qarab emas, kitobi sunnatga muvofiq uylanadigan bo'lsak, yuqorida oyatda zikr qilingan mo'jizalarning shohidi bo'laverasiz. Ravahu Tirmizi va Nasa'i va Ibn Majah. Bu hadisni Imom Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah rivoyat qildi. Hasan darajasidagi hadisdir. Hadis mana bunday katta xushxabar, katta bir bashorat berar ekan, lekin musulmonlarning holatiga qaraysizki, bu hadisga xilof bo'lgan munkarlarni ko'rasiz. Birinchidan 9-munkarlari Allohga tavakkul qilmaslik. Bunday bir va'da kelgandan keyin ham uylanadigan odam Allohga tavakkul qila olmaydi. Men kitobi sunnatga muvofiq uylanay, Alloh o'zi menga yordamchi bo'ladi. To'g'ri, meni hozir hech qanday pulim yo'q, hech qanday mulkim yo'q, lekin bularda e'tibori yo'q. Payg'ambarimiz alayhisalom Allohning zimmasida haqtur yordam berishlik deganlarida faqatgina iffatni niyat qilib uylanyapti turgan deganlar xolos. Puli bo'lgan holatda, mulki bo'lgan holatda demaganlar. Deb aslida Allohga tavakkul qilishlik kerak edi, lekin bu tavakkulni qila olmaydi. Allohning bu va'dasiga ishonishlik kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu va'dalariga ishonishlik kerak edi. Lekin ko'pchilik musulmonlarni ko'rasizki, ishonmaydi. Ishonmaganligi uchun nima qilyapti? Nikohini kechiktiryapti. Uylanishligini kechiktiryapti. Ba'zan bir soliha qiz uchragan holatda kechiktiryapti, ikkita zulm bo'lyapti. Ba'zan yana bir soliha topilmagan holatda va oqtargani ham yo'q. Uylanish niyati yo'q. Nimaga? Chunki pulim yo'q, uyim yo'q, falon yo'q, piston yo'q degan bahonalarni qiladi. Shu bahonalarni qilib Allohning va'dasiga ishonmayapti natijada. Allohning mana bu va'dasini zoya qilyapti. Allohning mana bu yordami, nusratini zoya qilyapti. Va natijada bu savoblardan ham mahrum bo'lyapti. U dunyosiga ishonib uylanyaptimi? Alloh taolo unga hech qachon yordam bermaydi. Tavba qilguniga qadar. Tavba qilsa boshqa masala. Lekin bu hadisga ishonsa edi, qarang qanchalik yaxshi bo'lardi. Katta savob bo'lardi, ajr bo'lardi. Allohga yaqinlashardingiz. Allohning yordamini ko'rib, bir karomat, nusrat, izzat, ikrom bo'lar edi. Alhamdulillah, Alloh taolo va'dasini ko'rsatdi. Meni hech qanday narsam bo'lmagan holatda Alloh o'zi yordam berdi. Nihoyatda go'zal bir hayot, oila egasi bo'ldim deysiz. Va siz modomiki istiqomat qilsangiz, Allohdan nusrati yordam bo'laveradi sizga. Lekin bu hadislarga amal qilmaslik bilan hammasidan mahrum bo'lyapsiz. Uylangan taqdiringizda ham savob ola olmasdan uylanyapsiz. Allohning yordamidan mahrum bo'ldingiz. Va yana undan keyingi boshqa musibatlar, balolar, mushkulotlar. 10-munkar uylanadigan odam dunyoga suyanishligi. Mo'min kishi o'zini hayotida birorta sohada, birorta masalada dunyoga suyanishligi joiz emas. Dunyoviy narsalarga suyanishlik joiz emas. Shu jumladan nikoh masalasida ham, uylanishlik masalasida dunyoga suyanishlik joiz emas, durust emas. Allohga tavakkul qiling, Allohga suyaning, Allohga ishoning deb payg'ambarimiz alayhisalom sizdan hech qanday narsani talab qilmasdan faqat iymon va mana shu hadislarga ihtisob, shu hadislarga ishonishlik, shu hadisga ko'ra amal qilishlik talab qilib, Allohning yordamini va'da qilyaptilar. Lekin bu hadislarni zoya qilishib dunyoga suyanishyapti. Va anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Iza khataba ilaykum man tardawna dinahu va khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid."
Imom Termiziy rivoyat qilgan hasan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, agar sizlarga dini va xulqidan sizlar rozi bo'ladigan kishi sovchi bo'lib kelsa, uni uylantiringlar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom hozir endi bu yerda erkak tarafni himoya qilyaptilar. Ayol tarafga nasihatda, tavsiyada bo'lyaptilar. Oldingi hadislarda ko'proq erkakka buyruq kelyapti, solih ayolni tanlagin deb. Bu hadisda endi solih erkaklarni tanlashlik to'g'risida targ'ib tashviq bo'lyapti. Mana ayol kishini valilariga xitob qilyaptilar. Sizlar dini va axloqidan rozi bo'ladigan kishi sizlarga sovchi bo'lib kelsa, fazawwijuhu uylantiringlar deyaptilar. Demakki, bir insonni oilasiga kelib qizini, singlisini yoki unga tegishli bir ayolni so'radimi, og'iz soldimi? Yoki sizga kelib turib, sizni bir tanishingiz bor ekan, qo'shningiz bor ekan, qarindoshingiz bor ekan dedimi? Biz nimaga qarashligimiz kerak? Diniga va xulqiga qarashligimiz kerak. Diniga, odob, axloqiga qarashligimiz kerak. Agar biz rozi bo'ladigan darajada bo'lsa, boshqa hech narsani so'ramasdan uylantirish kerak. Lekin hozir nima qilinyapti? Amal qilmayapti-ku bunga. Fosiqlarni qo'ying. Fosiqlarni qo'ying. Dindorman degan odamlarga borsangiz, bana bir birodarimiz bor, ukamiz bor, tanishimiz bor, iymonlik, ilmli birodar desangiz, aytadiki, hammamiz ham iymonlimiz deydi. Musulmon yigit, biz ham musulmonmiz, biz kofir emasmiz-ku deydi. Ilmli yigitsiz, biz ham o'zimizga yarasha ilmimiz bor deydi. Bu da dalillaringizni bekarga chiqarib oldi. Bular zotan bo'ladigan narsalar deydi. Zotan bor narsalar bular deydi. Boshqasidan gapir deydi. Boshqa nima siz puli bormi? Tijorati bormi? Kasbi hunari bormi? Kasbi hunar ya'ni ishlatyapti turgan kasbi hunar. Ishlatmayapti turgan bo'lsa e'tibori yo'q uni ham. Mulki bormi? Mana shu narsalarda so'raydi. Dindorlar so'raydi shuni. Bo'lmasam yo'q. So'ramaydi. Bo'lmasam qizini bermaydi. Mana musibatni qarang. Keyin buni qizi qanday qilib baxtli bo'lsin? Buni singlisi qanday qilib baxtli bo'lsin? Dindorlar, ya'ni baxtli bo'ladigan odamlar rad qilinyapti-ku. Dindorlar kelsa, buni moli yo'qmi? Nafaqa ham farz-ku. Nafaqani berish kerak-ku. deb rad qilib yuboryapti. Lekin o'ziga zulm qilyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar, dinidan rozimisan, xulqidan rozimisan, boshqa hech narsaga qarama deyaptilar. Fazawijuhu uylantiringlar deb buyruq qilyapti payg'ambarimiz alayhisalom. Bunda inson kelganda uylantirmagan, qizini bermagan yoki o'ziga tegishli shu qizlarni, ayollarni taqdim qilmagan kishilar payg'ambarimizning mana bu buyruqlariga isyon qilyapti. Fazawijuhu uylantiringlar degan buyruqlarni zoya qilishyapti. O'zlariga zulm qilyapti, qiziga ham zulm qilyapti va kelgan sovchiga ham zulm qilyapti. Butun ummatga zulm qilyapti. Butun dunyoga zulm qilyapti. Qanday qilib deysizmi? Hadisda davomi bor. In la taf'aluhu, agar sizlar bu ko'rsatmani, bu buyruqni qilmasalaringiz, ya'ni dindor, axloqli inson kelganda uni uylantirmasalaringiz, takun fitnatun fil ard. Yer yuzida fitna bo'ladi deyaptilar. Qarang. Takun fitnatun fi usratik. Seni oilangda fitna bo'ladi demayaptilar. Yer yuzida fitna bo'ladi deyaptilar. Va fasadun arid, va keng, buyuk bir fasod bo'ladi deyaptilar. Qarang, bu hadislar shunday bir qonun, shunday o'zgarmas bir qoidaki, siz buni e'tiborga olmasdan tark qilishligingiz bilan o'z rasvo qilyapsiz, dunyo oxiratda rasvo bo'lasiz-da, butun ijtimoga, butun jamiyatga, butun dunyoga zarar beryapsiz. Ravahu Tirmiziy, bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qildilar, hasan hadisdir. Allohdan qo'rqishlik kerak. Yer yuzida fitnani ko'payib turganligi, fasodni ko'payib turganligiga shu beamal musulmonlar sababchi. Kofirlarchi siz, kofirlar ma'lum. Zotan ular fasod, mufsid, fosiq ular. Va din dushmanlari ham ma'lum. Ularning vazifasi shaytonga ibodat qilishlik, shaytonga xizmat qilishlik. Lekin dindorlarning vazifasi, musulmonlarning vazifasi Allohga ibodat qilishlik, Allohning diniga xizmat qilishlik edi.
Lekin bular vazifasini bajarmaganligi uchun yer yuzida fitna ko'payyapti, fasod kengayyapti. Yuqorida zikr qilingan butun fasodlarga mana shu insonlar sababchi bo'ladi. Erkaklar hali solih ayollarni tanlamasdan qanchalik bir fisq fasodga sababchi bo'lyapti va soliha ayollarni xorlanishiga qanday sababchi bo'lsa, solih insonlarga mana qizlarini yoki ayollarini o'zlariga tegishli ayollarni taqdim qilmaganlar solih insonlarni xorlayapti. Alloh taolo aziz qilgan kishilarni xorlayapti. Solih insonlarni Alloh taolo aziz qilgan edi. Alloh aytayaptiki, men senga solih bir insonni jo'nasam qaytarma uni deyapti. Ber qizingni bergin deyapti Alloh taolo. Endi hozir bu yerda payg'ambar buyuryapti-ku deysiz, lekin payg'ambarimiz alayhisalom Allohning buyrug'ini aytadilar-ku. O'zlaridan chiqarib aytmaydi-ku. Va ma yantiqu anil hawa. Payg'ambarimiz alayhisalom havosidan gapirmaydi. In huwa illa vahyu yuha. Payg'ambarimiz alayhisalomning gapirgan gaplari u kishiga Alloh tarafidan vahiy qilingan bir vahiydir. Alloh tarafidan gapiryaptilar. Shuning uchun Allohga xilof qilyapti. Qizlarimiz, singillarimiz, bizga tegishli ayollar hammasi Allohning omonatidir. Alloh taolo bu omonatni egasini aytayapti. Egasi mana shu inson deyapti. Dindor va axloqli bo'lgan odam. Shunga ber deyapti. Boshqasiga qarama deyapti. Men shunday insonlar kelguniga qadar senga omonat qilib berganman deyapti. Bermadingizmi, omonatga xiyonat qildingiz. Ikki tarafga zulm qildingiz, butun dunyoga zulm qildingiz. Ertaga boshqasi keladi, omonatni egasi bo'lmagan odam keladi. Unga berasiz. Qarang, u tarafdan ham zulm bo'lyapti. Butun jamiyatning buzilishiga sababchi bo'lyapsiz. Shuning uchun illa taf'aluhu, agar buni qilmasalaringiz yeringizda fitna bo'ladi va juda keng fasod bo'ladi deyaptilar. Ko'ryapsizlar fisq fasodni. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi buzuqliklarni ko'ryapsizlar. Ko'pchilik oilalarning buzilib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Va hadisda zikr qilingan fitna fasodlarning ba'zilari bular. Oilalar buzilib ketgandan keyin o'sha ayol, o'sha qizni qanday buzilib ketayotganligini ko'ryapsizlar, shohidi bo'lyapsizlar. Haligi ayol qanchalik xorlanib turganligini ko'ryapsizlar. Yoki oila buzilmasa ham, bu oila davom etyapti-yu, har kuni urush, janjal, zulm, bir-biriga zulm qilgan holatda yashayapti. Er xotin urushgan, o'rtada bola chaqalar ham yig'lagan, hayot zahar. Shularning hammasiga mana bu hadisga amal qilmaganlar sababchi bo'lyapti. Yoki hozirgi zamonda zamonaviy gunohlar paydo bo'lgan, er xotin bir-biridan rozi bo'lmasa, nima qiladi? Mayli, zarari yo'q deydi. Ikkalasi ham o'ziga o'ynash topadi. Shunday qilib yashab yuraveradi. Biladi bir-birini, lekin bilmaganga olishadi. Ikkalasi ham indamaydi. Uyga kelganda uy faqat mehmonxonaga o'xshagan joy, dam olishadi, ko'chaga chiqib, erkakni ham o'ynashi bor, xotinni ham o'ynashi bor. Zamonaviy rasvolik. Mana shu fasodga, fitnaga kim sababchi bo'lyapti? Bu hadislarda zoya qilgan, mana bu qonunlarda zoya qilganlar sababchi bo'lyapti. Mana bu hadisga xilof bo'lib, shu nikoh masalasida paydo bo'lgan munkarlar dunyoni tarjih qilishlik, qis taraf dunyoni tarjih qilishligi. Bu hadislarga ko'ra, islom qonunlariga ko'ra din va axloqni tarjih berish kerak edi. Birinchi masalaga qo'yishlik kerak edi, birinchi o'ringa qo'yish kerak edi, lekin dunyoni birinchi o'ringa qo'yapti. Dunyosiga qarayapti. 12-munkar solihlardan yuz o'girishlik. 13-munkar shuncha fitna fasodga, zulmga rozi bo'lishlik. Fitna fasodni kengayishi, ko'payishiga sababchi bo'lishlik. Qarang, mana bu qonunga amal qilmasdan eng kamida 3 ta bir munkar hosil bo'lyapti. Bir qissa bor, ya'ni voqelikda bo'lganmi, bo'lmaganmi, vallohu a'lam. Lekin shunga o'xshashlari bo'lyapti, ko'ryapmiz. Bunday qissalar, ya'ni sanadi bo'lmagan qissalar, ya'ni hissa uchun gapiriladi, bir ibrat olsin deb. Bir odamning uyiga bir yigit kelgan. Nima ish qilasiz desa, o'sha diyorda mashhur bir ishini aytgan. Masalan, muhandis deylik yoki doktor deylik. Ba'zi diyorlarda doktorlik
ya'ni eng katta maosh oladigan, eng boy insonlar. Ba'zi diyorlarda advokatlar, yuristlar yoki sudyalar. Ba'zi diyorlarda masalan bankada ishlashlik. Xullas o'zini mintaqasidagi bir daromadi katta bo'lgan ishda ishlaydigan odam. Mashinangiz bormi desa, ishora qilgan, qarasaki, Mercedes turibdi. Siznikimi shu? Ha, bizniki bu. Pul bormi? Puli ko'p. Uy ham bor 4 ta. Hamma taraf so'ragan. Qaysi institut, universitetlarni bitirgansiz? 2-3 tasini bitirgan. Bor, 2-3 ta diplomlari ham bor. Darrov rozi bo'lishib, qizni berishibdi. Qiz ertasi kuni qaytib kelibdi. Nima gap qizim, nima bo'ldi? Bunday erni tashab, bunday erni norozi qilib, Allohdan qo'rqmaysanmi qizim? Erni rozi qilish kerak. Erni o'zini siz nima kelyapsan? Desa, "Ya otajon, bu nasroniy ekan-ku." Yo'q, bo'lishi mumkin emas, nasroniy. Mana kelyapti orqadan. Kelsa keyin, "Hurmatli kuyov, siz nasroniymisiz?" "Nasroniyman." Nimaga aytmadingiz boshida? Sizlar so'ramadilaringiz-ku. Sizlar meni dinimni so'ramadilaringiz. Sen qaysi dindasan deb so'ramadilaringiz. Pulni so'radilaringiz. Mashinani so'radilaringiz. Ishni so'radilaringiz. Butun savollaringizga javob berdim. Dinni so'radilaringizmi? Yo'q, biz musulmon deb o'ylayapmiz-da. Qarang, so'ragisi ham kelmaganda, qo'rqqanda shu kofir chiqib qolsa, bir umr keyin achinib o'tamiz keyin. Shuni o'zi bo'lmasa ham shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti-ku, ko'ryapsizlar. G'irt kofirlar kelyapti, qarang, g'irt kofir kelyapti, musulmonlarga uylanyapti. Ma'lum bir miqdor puli bor, o'sha oddiy musulmonlarga bermaydigan pulini eshityapsizlar ya'ni. Dunyoning har tarafidan kelishyapti. Yaponiyadanmi, Koreyadanmi, Yevropadanmi, Amerikadanmi, g'irt kofir. Ba'zi davlatlar shuni tijorat qilib olgan. Kelgan kofir bankaga ma'lum bir pul yotqizadi. Keyin o'sha davlatdan, o'sha mamlakatdagi musulmon qizlardan xolaganini talab ketaveradi. Shu kofir o'sha mahallaga borsa, qarang, musulmonlar diyoriga boryapti. Borsa odamlar talashib, tortishib, qarang, rishvat berishib, pora berishib, qizlarni taqdim qilishyapti. Shu ishlar, shu muassasalarda ishlaydiganlarga shunga meni qizimni ko'rsating, meni qizimni ko'rsating. Shunday bir rasvoylar paydo bo'lyapti-ku. Qarang, hadis tark qilingandan keyin. Undan keyingi rasvoliklarni qo'ying endi. Har tarafdan, dunyoning har tarafdan savollar kelyapti internetda. Aytishyaptiki, bir musulmon qiz ota-onasi yoki o'shdagi hukumat yoki o'zini diyordagi domlalarni qilgan bu rasvoligini sababidan bir kofirga tegib ketgan. U bilmaydi. Masalan, u domlalar ham buni hilasini qiladi. Nikoh vaqtida kofirga la ilaha illalloh degin deydi. Keyin u bir balolar deydi. La ilaha illallohga o'xshamaydi ham. Aytadiki, mana aytdi, musulmon bo'ldi. Eshitdilaringizmi? Odamlar ham bu narsa deganligini eshitdilar. Bo'ldi, mana musulmon bo'ldi. Nikohi bog'lanaveradi. Nikohini bog'lab jo'natib yuborishyapti. U ayol boradi, namozini o'qiydi, alay kofir aytadiki, ishim yo'q, namoz o'qiysanmi, o'qimaysanmi, o'zing bilasan. Haftada necha martalik butxonasiga borsa, eri bilan birga butxonaga ham boryapti ekan. Butxonaning ichida bir chekkada kutib o'tiradi erini. Eri borali butga sajda qilib, butdan tashakkur bildirib, "Ey butum, haqiqatan ham oliy narsa ekansan. Musulmonlarchiga borib eng go'zal qizini olib keldim-a. O'zing yordamchi bo'lding-a." Biz tarixda eshitdik, musulmonlar qanchalik bir shon va shavkatli, qanchalik aziz insonlar. Shunday musulmonlarni xor qilib qo'yding-a menga, deb borib sajda qiladi unga. Keyin u yerdan birga qaytib ketishadi eri xotin. Eri to'ng'iz yeb o'rgangan, it yeb o'rgangan xotiniga pishirtiradi. Xotin ham to'ng'iz pishiradi, it pishiryapti. Nimaga desangiz, erga itoat qilish kerak-ku deydi. Qarang. Erga itoat qilsa savob bo'ladi deydi. Eriga to'ng'iz pishirib beradi. O'zi yemaydi, taqvo qiladi o'zi. Yo it pishirib beradi. O'zi og'zini bog'lab oladi. Taqvodor o'zi. Shu hayotmi shu? Qani rasvolikni qarang. Nahotki shuni islom ummati tahammul qilsa, musulmonlar tahammul qilsa. Nahotki qizlari shunday yerlarga ketib turgan millatlar tahammul qilsa bunga, sabr qilsa, buni ko'tarsa buni. Shunday rasvoliklar paydo bo'lyapti. Hammasi bu hadislar tark qilinishligi bilan. Allohdan qo'rqishlik kerak. An Maqil ibn Yasar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam:
tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umama. Rawahu Abu Dawud va Nasa'i. Abu Dawud va Nasaiylar rivoyat qilgan sahih hadisda Ma'qil bin Yasar radhiyallohu anhu aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday buyruq qilyaptilar. Tazawwaju, uylaninglar deyaptilar. Qarang, uylaninglar deyaptilar. Bu buyruq yoqmaydigan erkak bo'lmasa kerak dunyoda. Bilib bo'lmaydi, bu zamonda hech kutilmagan narsalar ham bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom uylaninglar deyaptilar. Kimga deysizmi? Al-Wadud. Qarang, muhabbatli. Muhabbatli qizlarga, ayollarga uylaninglar deyaptilar. Ikkinchisi al-Walud. Ko'p farzand tug'adigan. Shunday ayollarga uylaninglar deyaptilar. Demak, mana uylanmoqchi bo'lganimizda muhabbatli va serfarzand ayollarga uylanishligimiz kerak. Bu er xotinning o'rtasida bir muhabbatni to'ydan oldin islom tavsiya qilyapti. Qarang, to'ydan oldin, hal uylanishingizdan oldin payg'ambarimiz alayhisalom buyruq qilyaptilarki, muhabbatli ayollarga uylaninglar. Yuqorida mana oyatlar o'qildi. O'tgan bahslar hammasida zikr qilinyaptiki, ya'ni bir oila qurilgandan keyin er xotinning o'rtasida muhabbat bo'lishlik kerak. Bir-birini yaxshi ko'rishlik kerak. Bir-birini yaxshi ko'rgan holatda yashash kerak. Qarang, buni islom aytayapti. Payg'ambarimiz alayhisalom buyruq qilyaptilar. Muhabbatli ayollarga uylaninglar deb. Lekin hozir bu sunnatlarni kofirlar o'zini hayotida ko'rsatyapti. Ya'ni birinchi qismini. Musulmonlarning hayotiga qaraysiz, oilada muhabbat yo'q. Er xotin bir-birini yaxshi ko'rmaydi. Doim urush janjal. Bu hadisga xilof holat. Kofirlarning hayotida ham yo'q narsa-yu, lekin ha deb o'zlarini reklama qilgan vaqtida, o'zini maqtagan vaqtida yoki kinolar, filmlar ishlasa, ha deb o'zlarini oilasini bir muhabbatli qilib ko'rsatadi. Ko'rsatilyapti degan soxta bu yolg'on kinolarda, filmlarda go'yoki er xotin juda bir-birini yaxshi ko'radi. Nihoyatda bir-biriga sevgida, muhabbatda bo'lgandek, oshiq-ma'shuqdek ko'rsatiladi. Bo'lmasam yo'q narsa u, yolg'on gaplarda. Lekin kofirlarni o'ziga tortyapti. Chunki insonda g'arizasida bor-da. Har bitta erkak xotini uni yaxshi ko'rishligini xohlaydi-ku. Xotini sizni yaxshi ko'rsa, sevsa, sizga oshiq bo'lsa, sizni o'ylasa, tushlariga ham kirib chiqsangiz, xolamaysizmi uni? Ya boshqasi kirsinmi tushiga? Endi ayni narsa ayollar tarafidan ham. Ayollar ham xohlaydiki, eri uni sevsa, yaxshi ko'rsa, muhabbat qilsa, oshiq bo'lsa, faqat xotiniga qarasa, faqat xotinini o'ylasa, gullarni boshqalarga emas, xotiniga olib kelsa, har xil yerlarga olib borib, ikrom qilishlik, aylantirishlik boshqaga emas, xotiniga bo'lsa, shuni xohlaydi har bitta xotin. Islom mana shu go'zal hayotni tushuntiryapti. Tazawwaju al-wadud. Muhabbatli ayollarga uylaninglar deyaptilar. Mana bir-birini sevadigan, bir-biriga muhabbat qiladigan bo'lishlik kerak er xotinlar. Islomiy oila mana bunday bo'ladi. Keyin al-valud farzandlarni ko'paytirishlik. Bo'laveradi, har yilda bitta farzand bo'lsa, bo'laveradi. Biroz uzunlar bo'lsa, unda 2 yilda bitta bo'lsin. Mana bu dunyoviy foydalari, endi uxroviy foydasi ham bor. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, fa inni mukasirun bikum al-umama. Men sizlarning sabablaringiz bilan qiyomatda boshqa ummatlardan ko'p bo'luvchiman deyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomning ummati qiyomatda eng ko'p ummat bo'ladi, eng katta ummat bo'ladi. Ya'ni ko'plik adadga qarab bo'ladi-ku. Uning uchun farzandlarimiz ko'p bo'lishlik kerak. Yana bu go'zalliklar xorlanyapti. Payg'ambarimizning bu buyruqlari zoya qilinyapti, tark qilinyapti va hadisning ikkala bo'limiga muxolifat qilinyapti. Nikoh masalasidagi 14-munkar muhabbatdan g'aflatda qolishlik. Qiziqmaydi, er xotin bir-biriga muhabbat qilishligi ikkalasini ham aqlidan o'tmaydi. Ya'ni bizda hozir musulmonlarning ko'pchiligining oilasida bir erkakka sen ba'zan, doim bo'lmasa ham ba'zan bir haftada yoki oyda bir gul hadya qilgansiz, yo'q,
Bo'lmaydi, joizmi deydi. Gul hadya qilishlik deydi. Nimaga joiz emas? Yoki ba'zilar aytadiki, uni erkalab ketadi-ku unda deydi. Boshimga chiqib oladi-ku deydi. Hozirgi yigitlarga uylanishga tavsiya qilinsa nima deydi? Shu boshidan qo'rqitib olgin deydi. Boshidan qo'rqitib olgin, qo'lga olgin deydi. Bo'lmasam keyin itoat qilmaydi deydi. Shuning uchun eri xotin qarasangiz, ikkalasi bir-biriga qovoq solgan, hadeb bir-biriga irhobiylik qilishadi. Bir-biriga terroristlik qiladi. Faqat bir-birini qo'rqitadi. Bir-birini qo'rqitishga harakat qiladi. Shu hayotmi bu? Eri xotinga eri xotindan boshqa yaqin odam yo'q dunyoda. Bir-birini hamma sirini bilsa, ular birga jimo qilsa, birga yotsa, qalen jimo qiladi-yu, darrov yana bir-biriga dushman bo'ladi. Hayot doim jang bilan o'tyapti. Urush, janjal, to'palang bilan. Hayron qolasiz, erkak ba'zi insonlar bor, ko'ramizki, tashqarida doim tabassumda, doim axloqi go'zal, yumshoq, hech kimga qattiq gapirganligini eshitmaysiz, ammo uyidan g'ir teskari xabarlar keladi. Bu farzandlari shikoyat qiladi, biz dadamiz deydi, biror marta tabassum qilganini ko'rmaganmiz. Ovqat yeganda tishini ko'rmasak, tishini ko'rmaymiz deydi. Hech shirin gapirmaydi bizga. Doim qo'pollik qiladi, qattiq gapiradi deydi. Doim qovog'ini sovagan. Kulgisi kelsa ham kulmaydi. Sabr qilib turadi, ko'chaga chiqib kuladi. Ayol ham majbur shunga o'rgangan. Ayol ham uyda masalan bolalar bilan shirin gaplashib o'tirgan bo'lsa, eshik taqiladi, qara kim eri bo'lsa darrov qovog'ini solib jiddiy bo'lib oladi. Tayyor bo'lib oladi jangga. Hayotni qarang, shu hayotmi shu? Payg'ambarimiz alayhisalom muhabbatli ayollarga uylaninglar deyaptilar. Muhabbatga chaqiryaptilar. Bir-biriga muhabbat qilishsin. Bir-birini sevsin. Muhabbatsiz hayot bo'lmaydi. Agar muhabbat bo'lmayaptimi, muhabbatni paydo qilishga harakat qiling. Ayolingizni muhabbatini paydo qiling. Ayol ham erini muhabbatini paydo qilsin. O'rtada bir sevgi bo'lsin, sevsin bir-birini. Hozirgi mana musulmonlar holati hamma biladi. Ayol kishi uyda yurganda eriga nisbatan xuddi bir qopni kiygandek yuradi. Hech liboslariga e'tibor bermaydi, o'ziga e'tibor bermaydi. Erkak ham qaragisi ham kelmaydi unga. Qarasa asab buziladi. Izn so'raydi eridan, bugun kechasi to'y bor ekan, boraveraymi? Ha, desa xotin xuddi yangi tirilgandek. Qabrdan chiqqandek. Shunday yasanadiki, hayron qolasiz, shu meni xotinimmikin. Xuddi kelinchakdek. Xuddi to'y uniki. U erga tegib turganda, shunday yasanadi, shunday ziynatlanadi. Qarang, bunday ziynatlanishni, yasanishni erga qilishlik kerak. To'yga borsa, tashqariga chiqsa degan bo'lsa, oddiy liboslarda borishlik kerak. G'ir teskari sup qo'ygan. Endi bu ayib erkaklarda ham bor-da. Erkaklar ham shunday. Tashqarida juda yasanib, juda olifta bo'lib yurishadi. Uyga kirgandan keyin mushukdek uxlaydi faqat. Xotin bechora nima qilsin? Unga er kerak edi, mushuk kerak emas edi. O muhabbat bo'lmaydi o'rtada. Bir-birini yaxshi ko'rsin. Bir kuni bir odam aytayapti, solih inson o'zi. Aytadi, hech xotinim menga yaxshi muomala qilmaydi deydi. Hech bir muhabbat qilganligini ko'rmadim deydi. Men aytdimki, sen muhabbat qildingmi unga? Hech muhabbat izhor qildingmi? Sen ikrom qildingmi? Aytadiki, mana uy qilib berganman, nafaqasini qilib berganman-ku deydi. Ya bu farz bo'lgan narsalar. Sen biror marta uni bir go'zal parklarga, gulzorlarga olib bordingmi? Aylantirdingmi? Go'zal bir tog'larga, bog'larga olib bordingmi? Qildingmi bu ishlarni? Yo'q, ishlar qilganimiz yo'q. Ha, bo'pti-da. Sen bunday ishlarni qilgin, keyin ham senga bir o'zini karomatini ko'rsatsin. Ikki tarafdan bo'ladi-da. Ha, deb qo'pollik qilaversan, u ham senga qo'pollik qiladi. O'shanday go'zal bog'larga olib borish kerak, tez-tez aylantirish kerak. Aylanib yuring, shirin gapirgan holatda, muhabbat izhor qilib. Va hech kim yo'q, yerlarga o'tinglar sekin. Ne atrofga yaqin hech kim bo'lmasa, bir quchoqlab o'ping. Ana undan keyin siz unga har kuni kartoshka bersiz ham rozi, hech shikoyat qilmaydi hayotidan.
Siz har kuni kilolab go'sht bersiz, har kuni kabob yesa, kerak emas bunday hayot. Sizni uyingizga go'sht yegani kelgani yo'q. Dadasini uyida ham yeyib turadi go'sht. Sizni deb kelgan u. Shunday bir go'zalliklar bo'lsinki, go'zalliklar ko'rsating, u ham sizga go'zalliklarni ko'rsatadi. Va insonchilik ba'zan tortishasiz, ba'zan bir ixtilof bo'ladi, kelishmovchilik bo'ladi. O'sha vaqtlardan keyin ayolingiz eslaydi shu narsalarni. Masalan, shayton bor, shayton sizni vasvasa qilgandek, uni ham vasvasa qiladi. Shayton vasvasa qilgandan keyin ayolingiz aytadiki, erim meni yaxshi ko'radi, mana boqqa olib bordi, gulzorlarga olib bordi, tog'ga olib bordi. Bir kuni falon farkka bordik, qalin daraxtlar tarafiga o'tdik. Eslaydi shu narsalarni. Yo, erim meni yaxshi ko'radi. Bu safar achchig'i kelibdi, sal asab buzilibdi ekanda deydi. Kechiradi sizni. Ammo sizdan zulm ko'rganda kechirgani bir dalil yo'qki, o'ylaydi, sizga tekkandan beri faqat shu tortishu xolos. Bir muhabbat ko'rmagan, bir iltifot ko'rmagan sizdan. Muhabbatli bo'lishlik kerak hayot. Va ikkinchisi mana valud, ser farzandlik. Endi bunga xilof bo'lgan munkarlar bor. Ko'pchilik oilalarda ko'rasizlar, uylanmaydi, uylanadi-da, lekin farzand ko'rmaslikka harakat qilishadi. Ikkala taraf ham. Nimaga desiz, o'ynab olaylik, aylanib qolaylik. Zamonaviy ahmoqlar bular. Uylangan xotinini homila bo'lishligini xolamaydi. Yurishaversin shunday qilib. Bir kamida bir 3-4 yil yurishsin, o'ynab olishsin. Mana bunday munkarlar paydo bo'lgan. Yoki ba'zilar farzand ko'rsa ham oz farzand ko'ryapti. Dunyoda hozir hamma yerda kofirlar musulmonlarga reklama qilyapti, musulmonlarga targ'ib beryaptiki, eng yaxshi 2 ta farzand, oshib ketdi 2 ta farzand ko'ringlar, bo'lmasa 1 ta farzand. deb shu yolg'on bir qonunni qo'yishib, shunga targ'ib berishyapti. Dunyoni qayeriga borsangiz, o'sha yerda tillarida yozib qo'yishgan, dunyoni qayeriga borsangiz. Katta shiorlar bilan yozib qo'yishgan. Farzandi kam bo'lishligi deb. Masalan, Pokistonda ko'chalarda yurasiz, qarang, islomiy bir diyor. Musulmonlar yashaydigan diyor. Ko'chalarga katta qilib shu urduchada yozib qo'yishgan. Sabsiyatcha, dubatcha deb. Hammasidan yaxshi 2 ta bo'ladi. Qarang, 2 ta farzand bo'lish hammasidan yaxshidir. Forscha tillar mashhur bo'lgan yerlarda bilasizmi nima deyishgan? Ha? Tavallud ba fasile zindagi ba fasile. Farzandi kamtar zindagi behtar. Ha. Farzandi kamtar zindagi behtar deyapti, qarang. Eng farzandi kam bo'lgani deyapti, eng yaxshi hayot deyapti. Bular kufrdan kelgan qonunlar bular. Payg'ambarimiz alayhisalom al-valud deyaptilar. Ko'p farzand tug'adigan. Ya'ni farzandi ko'p bo'ladigan deyapti. İki tarafdan ham bo'lishlik kerak. Hozir bu go'zalliklardan mahrum bo'lib, kofirlar ergashib, yo erkak xolamaydi, farzand bo'lishini yo xotin xolamaydi, ikkalasi ham xolamaydi. Farzand bo'lishligini boshqa tarafdan ham xolamaydiki, qarib qolmasin deydi. Yo qarib qolmaydi deydi. Farzand ko'rsa xotin qarib qolar ekanmish. Yolg'on bular hammasi, kufrning o'yini. Bu narsalarga ishonmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom nima deyib turgan bo'lsa, bizning hayotimiz mana shu. Va payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, ko'payinglar, qiyomat kunida sizlarda ko'pliklaringiz bilan mana men ummatim ko'p bo'ladi va men xursand bo'laman deyaptilar. Ummatni ko'paytirishlik bilan biz payg'ambarimizni sevintirib turgan, xursand qilib turgan bo'lamiz. Hali ko'p uylanishlik masalasi keyin alohida keladi keyingi boblarda. Endi bir ayolingizdan yiliga bitta farzand ko'rib, ummatni qancha ko'paytiryapsiz? Endi 4 ta bo'lsa, 4 ga ko'paytiravering-da. Mana islom butun go'zalliklarni bayon qilyapti. Go'zal hayot, haqiqiy islomiy nikoh, islomiy oila, islomiy hayot mana shudir. Ya'ni buni ziddi kufr, fiskdir. Bu hadislar tark qilgan odam ham osiy bo'lyapti, savoblardan mahrum bo'lyapti. Ham xolasa xolamasa kufrning holatiga tushib, fisk holatiga tushib zulm qilyapti. O'ziga ham zulm qilyapti, butun ijtimoga zulm qilyapti. Dunyoda kufrning rivojlanishiga hissa qo'shyapti. Dunyodan islomning yo'qolishiga harakat qilyapti turganlardan bo'lib qolyapti. Alloh subhanahu va taolo
bizga va butun ummatga kitobi sunnatga mukammal amal qilishlikni muyassar qilsin. Xususan mana darsimiz nikoh to'g'risida bizga va butun ummatga Alloh taolo islomiy sunnatga muvofiq nikohlarni muyassar qilsin. Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Jesus was his messenger. Allah, there's only one God and Moses was his messenger. Allah, la ilaha illallah.